Sağ bo'lun aka. Abdulatif aka. Ro'zalar to'ylarga ochilsin aka, yaxshiroqlarga ochilsin aka. Ustakalar o'zlari ham hali ketishmabdi shekilli. So'rab olamiz. Vaqtim aka, ro'zalar. Chiroyli chiqibdi. Shen aka bilan. Assalomu alaykum. Ha, rozimiz aka sizdan. Sen rozi bo'l. Ustaka, aka ketayotganda darvoza yo'q edi. Abdulatif aka, assalomu alaykum. Mana Qo'qondan kelib qo'yib Siz charchamasdan, mazangiz yaxshimi ustaka? Charchamaysiz. Siz Juda chiroyli chiqibdi. Pulli bo'lsa aka darvozalar. Rahmat. Qayerdan zakaz qildingiz aka bu darvozalarni? Bu Namangandan zakaz qildik. Namangan viloyati. Namangan viloyat 3 tuman Jidaka qishlog'idan aka o'tkazayotganda ustaga siz o'zingiz montajlarni qilyapsiz, ha? Ha, shu aka. Ko'rdik aka. Qanaqa materialda bo'ldi akajon bu? Xudo xolasa aka, darvozamiz qalin materialda bo'lgan. 1.8 list, profillar o'sha 1.8, yondorlar 10 2 tagi shivillar, mashina yezib kiradigan yillari. Hop, arnavlichkalari bor. Arnavlichkalar ham juda chiroyli. Ha, arnavlichkalar ham o'ziga yarasha 20 dan bo'ldi aka. 20, ikkala tomon 20. Ikkala tomon 20 dan, tepalari ham 20 dan bo'lgan arnavlichkalar. Buni nima narsa aka buni? O'ynag'i sinmaydimi bu? Yo, bu nerjevinka bu. Bu nerjevinka? Nerjevinka bu deyiladi aka. Ha, nerjevinka list, ha? Ha, list bu. Bu haliga chizilmaydi. Yo'q. Bukilmaydi. Yo'q, buni tig'da ham uchirsangiz, maqsangiz chizilmaydi aka. Mana yengil ochilib yopilishlari mana. Qoplarimiz ham ko'chaga gap so'z yo'q. Mana o'zlarini ochib. Abdulatif aka bizga ham nasib qilsa aka shuna darvozalar aka. Gap yo'q, men ham zakaz qilaman. Aka ismingiz nima edi? Eldor bizga aka. Telefon nomeringizni tashlab ketasiz-a? Xudo xolasa. Bo'ldi aka. Ha, yopishtirib qo'yamiz. Dastlabki olib kelib o'rnashlar hammasi bor, 12 ta viloyatga. Hali ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz, bepul deyishyapti, o'shanga sizniki ham bepul men so'rayman. Ha, bizniki ham bepul, xudo xolasa, qatori olib borib 12 ta viloyatga olib borib dastlabki qilib berishimiz mumkin. Mana biz o'zimiz texnikamiz ham bor. Tanjonimiz sog' bo'lsin, gap yo'q. Ertaman mana yerda turadi. Mers. Shu aka, shuni chanirlarimizdan 3 tadan 3 tadan, ha, 40likdan 3 tadan zo'ldirilib bo'lgan. Hammasi. Ana o'zlari bo'lsin deb qilib beribsiz-da, gap siz yo'q. Yengil ochilib bo'ladigan qilib. Gap yo'q. Bo'lsa shunday darvoza bo'lsin. Nihoyatda chiroyli. Xudo xolasa mana o'zlari mana qiynalmasdan yopadigan, ochib yopadigan qilib mana. Yo'qdir Abdulatif aka? Nima deysiz? Tavsiya bering endi siz. Masalan, ishonch hosil qilib ularga zakaz beribsiz. Men ham zakaz bersam bo'ladimi? Eldor akamga. Yaxshiligi uchun senga tavsiya beraman. Boshqa qo'ydim. Zo'r. Menga yoqdi. Ishonch bor ekan, mahal zakolat berdingizmi yoki bezakolat olib berishdingiz? Zakolat berganman. Zakolat bergansiz. Necha foiz zakolat bergansiz akajon? 60% berganman. 60%. Shu 7 million 8 million atrofida. Ha, yaxshi. Darvozangiz qanchaga bitdi? Darvozam 3-da zakaz bergan bo'lsam, mana bugun 20 kunda zakaz. 20 kunda olib kelib o'rnatishdi. Chakras 20 kun, rost. Gap so'z yo'q. Zamonlari ham aka Stimul zamon. Bu rossiyskimi bu? Ha, bu rossiyskiy aka bu. Rossiyskiy stimul mana o'ziga klassik mana. High-tech. High-tech fasollar. Gap yo'q aka, buyurib nasib qilsin. Xolasa aka. Qo'llaringiz dard ko'rmasin ustaga. Nihoyatda chiroyli. Barcha bizni ko'rib turganlarga nasib qilsin, xonadonlarga mana shunaqa yaxshi darvozalar o'rnatish. Baland, oshingiz yo'q. Xudo xolasa. O'ta chiroyli, abishniy darvoza ekan mana, qoyil amali. Ishlaringga gap yo'q ekan, 5 ketdi amali. Malades. Hali ustasiga haqiqatan misol zo'r xizmat qilsa tan berish kerak-da. Ustasiga tan berish kerak. Nihoyatda chiroyli. Buyurib nasib qilsin aka, zo'r. Abdulatif aka, bizga ruxsat aka. Uni bergan pulimizga rozi bo'ling aka. Biz mehnatimizga rozimiz aka. Ustaga xizmatlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Nomerlarimizni qoldiramiz shu yerlarda. Abdulatif akamdan olaman aka. Shu nomerimizni qoldiramiz aka. Juda chiroyli chiqibdi. Yashang aka. Bo'ldi aka. Rahmat aka sizga. Xo'p, sog' bo'ling. Charchamang. Abdulatif aka chiqaver aka. Iftor qilib beraman. Xo'p aka. Sog' bo'ling. Xo'p.